Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana Yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Eng baxtlik avlod mana biz. Eng cho'ng qurban berganmi biz? Sanab baqsam, G'o'lchi so'qishidilla gimnaziyaning yigitlaridan 12si, qizlaridan 2si qurban bo'pti. Jeng Shexo so'qishlarida qanchamiz qurban bo'lamiz deqi. Men Urumchining kuch so'qishida o'lsamkan deyman. Men urush oxirlashqicha hayot bo'lsam deyman. Ham yerimizga ozodlik bayrog'imiz qadalganini ko'rsam deyman. Gimnaziyaning o'quvchilaridan askar bo'lganlar ko'p edi. Aprel oyida milliy hukumatning muntazam armiyasi qurilganda, mayli Nilq partizanlariga qaytilgan Nuri Batur, Bo'rivayla bo'lsin, mayli 1943-yilning oxirida qasam berishib, hukumatga qarshi chiqishga o'zini ataganlar bo'lsin, yoki 1942-yilning oxirida Sovet askarlari Şinjangda majburiy chekindirilganda, shular qaytilib, Sovet ittifoqiga qochib chiqib, 1944-yili noyabrda qaytib kelib, G'o'ljini ozod qilish janglarida qo'llariga tayoq to'qmoq olgan yoki tom tuvlarida dim yetib, dim qo'pib, vurra to'g'laganlar, minomyot o'q to'shigan, yaradorlarni qutqizish qatnashganlar yoki jangga qatnashmay uylarida gumbirlagan, qaraslagan, gurkiragan, changildigan, paraslagan qo'rqinchli ovozlarni anglab, ishik darizlarni him etib yetishganlar bo'lsin, mana hozir ularning hammasi askar bo'lishgan edi. Hozir ularning hammasi qahramon. Ular zolim hukumatni yo'qotib, o'z yurtida adil hukumat qurib, boshqa yerlardami hurlik paydo qilish uchun harbiycha, mashrang, gimnastika ishdan, o'tuk va beshga ispank kiyishgan holda piyoda uzun safarga otlanmoqda. G'o'lja Arqisab 4-piyodalar polkining yozning bu tinjiq Tomuz oylarida buyruqni ijro qilish uchun G'o'lja shahridan yo'lga chiqqaniga mana bugun 4 kun bo'ldi. Ular G'o'ljada harbiy mashq qilgandimi, rus ofitserlarining raz, davo, treylerini anglab, ko'krak kerib, go'pilditib yerdasab, yer beg'irlab, o'milab, seyrilib mengib, miltiq, granat etishlarini mashq qilgandimi, bunchalik charchamagan. Mana endi necha kundan beri ular cho'llardan o'tdi, tog'lardan oshdi. Sayran bo'yida rohatlanib yetishganlarini hisob qolmaganda, suxarnon bilan sovuq suv ichib piyoda yo'l mangdi. Amdilikda ustidagi 20 kilodek yuk kundan kunga og'ir bilinmoqda. Hatto kiyimlarimi ortiq kelib ichib pushmoqda. Lekin zarlanish nomus, dad aytish jinoyat. Mana batalyon komandiri Nuri jaranglik ovoz bilan naqshi boshlavatdi. Jangchilar agashdi. Kuchli qo'llarda madaniy qurol. Ganga aylandi mushtumlarimiz. Bizda chekinish yo'q, cho'qim bo'lmaydi. Chunki o'smoqda qo'shinlarimiz. Marsh, naqsha, qasam. Bu qasamga Talk tog'larining büyük qarg'aylari qo'shilmoqda. Kiyiklar tik cho'qlarda shingtiyib, qarab zo'qlanmoqda. Sayran ko'li davolg'ib, oppoq bujg'unlarini qirg'oqlarga chashirtib, jo'rib olmoqda. Tashnadillarining qasmi tabiatni uyg'otmoqda. Gul, giyoh, cheksiz chimanlik va qum yo'lg'un bosgan cho'llar ularning qadamlariga poyondoz. Nuri! Dedi bayq paranglashqanlar naqsh tugash bilanlar sapning birda yenida, birda oldida piyoda mengib yurib, jangchilarni ruhlantirayotgan egiz, gavdilik, ko'zlari o'ynoq bu yigitning harbiy kiyimi bo'libmi pagonidagi bir baldoq 4 yulduzliq belgi, ya'ni kapitan belgisi, ko'kragidagi o'ttirsiga yulduz ilingan hilal oy shakllik ozodlik oltin order va cho'ng yulduzning markaziga yulduzni yerim o'rab turgan hilal oy shakli tushirilgan istiqoliyat oltin ordeni, ispankisi qadalgan bug'doy boshqi ikki tarafdan aylantirilib chambar hosil qilgan, o'ttirisida yulduzni yerim o'rab turgan hilal oy tushirilgan kakar, uningga texni sumbat qo'shgan
bu qamlashgan jonliq qaysar yigit qiyofatli ko'rinadi. Men uning bilan faxrlanaman. U haqiqiy yigitchimi? Shuning uchun uning shahrining eng go'zal, eng aqlli, eng boy qizi oshiqda. Bir emas ikkisi. No'g'ay qizimi mayli, o boy qizining askarga tizimlanganini demamsan. Dadisi Moskvada, Parijda o'qigan qizim deb yolg'irsa-bu, santarligini tanlabog'ini qarmandigan. Biroq u general shtabida, bosh doktorxonada qoldi-da. Nuri yordar bo'lmasini ko'ranmaydi-da. No'g'ay qiznimi Mo'ng'ul kuradagi 12-eskadronga avatibdi. Aqsu hujum qilganda Nuri uning bilan ko'risha oladi ekan-da. Biroq uning yuragida qiz yo'q. No'g'ay cho'kanda tug'ilgan balsim yo'q deyina. Uning yomon gapini qilma, Aqnanchi. Balsin umi e'tirof qilmaydi-ku. Kapshima deyman. Askarlar jimishdi. Ularning qadamlari gup qilib har bir yurakning ritmidek anglanadi. Jahon insonlarning yugurishlariga, ritmli qadamlariga ko'nikkan. Hozir soq 5 yil askarlarning oyoq tevishlaridan sarosimiga tushgan Yevropa jimadi. Odamlar xarob shaharlarni tuzashga o'tishdi. Lekin Sharqiy Osiyoda bu qadamlar avjiga chiqdi. Butun Jungoning dengiz yoqasidagi shaharlari, butun Sharq Shimol, Yaponiyaning berisidagi Hiroshima degandek orollar 1945-yilning bu may iyun oylarida kuch sinishning eng og'ir, dahshatli kunlarini boshdan kechirdi. G'o'ljidan qo'zg'algan 29650 qurolliq azamat shularga mos qadam tashlamoqda. Yaqinda Jing, Shixu nahiylarida, Cho'chak, Oltay, Aqsu viloyatlarida ajoyib janglar bo'lmoqchi. Bu yosh, ancha ko'p harbiy ta'lim ko'rmagan qo'shinga qarshi Sharq, Shimol va Janubiy Xinjiangdagi Gomindan hukumati 3 hassa ko'p. Ya'ni 100 ming kishilik zo'r qo'shini bilan zanbirak, tanka, aeroplanlar, mustahkam okop potaylar butun qahriy g'azbi bilan tayyorlanib, xiris qilib turmoqda. 8-urush rayonining qo'mondoni, Xinjiangning vaqtliq ma'muriy harbiy general boshlig'i Zhou Xiaoliang, Jing mudofaasiga pishgan general Gochini, Shixu mudofaasiga general Shi Yifengni tayinlab, Nanjing markaziy hukumatiga 3 oygacha banditlarni qat'iy yo'qdiman dedi. 5-otliq korpus qo'mondoni Ma Chengxiang, Lanjudagi qo'mondoni Ma Bufangga xotirjam bo'ling. Kechiksak 3 oyda yetib boramiz. Yan'anni otlarimga chaylatib, Pongdoxayni o'z qo'lim bilan tirik tutaman deb va'da berdi. 1945-yil qutlug' yil bo'ldi. Yevropani tezli bo'ysundirib, Sovet ittifoqiga necha million askar bilan tuyuqsiz hujum qilib, Moskva bosug'isigacha tez surat bilan kelib, 3 oyda Rossiya mening bo'ladi deb jar solgan Gitler maqsadiga yetolmadi. 8-may kuni Reichstag ustiga Sovet bayrog'i qadaldi. Amerika, Angliya, Fransiya askarlari g'oliblar marshini yangiritib Berlinga kirdi. Lekin hozirmi Yaponiyaning quruqliq qismlari Jungo tuprog'ida zo'rliq, zo'mbulik qilmoqda. Hamma yerda Yaponga qarshi so'qish. Kunda minglab odamlar jon bermoqda. Chongqing bilan Yan'an bir-biriga tig'tanglashib turishgan ikki ulug' kuch bo'lsa-mu, yovuz dushmaniga birlashib o'q otmoqda. Yaponlar o'z zaminidan yiroqlab, Angliya, Fransiya va Amerika igdorlik qilayotgan mamlakatlarni besib olib, Osiyo qit'asining hukmroni bo'lib olishga oz qolganda, Amerikadan qattiq dumba yeb chekinishga boshladi. Necha 10 million askar qatnashgan dunyo urushi Yevropa jang maydonida 50 milliondan ko'p odamni u dunyoga uzatdi. Osiyo qanchalik qurbon berarkin? 3 davlat katavashlari Yaltada mana shu 1945-yil 4-fevraldan 11-fevralgacha suhbatlashib, kelishim hosil qildi. Kelishimda dunyoning buningdan keyingi taqdirini Stalin, Roosevelt, Churchill degan 3 odam hal qilib bekitdi. Yalta yig'inining qaroriga asosan Sovet ittifoqi 1945-yili 5-aprelda, 1941-yili 13-aprelda tuzilgan Sovet-Yaponiya betaraflik shartnomasini bekor qildi.
Bu ish Yaponiyaga qattiq tahdid bo'ldi. 1945-yil 28 aprelda Mussolini Italiya xalqi darg'a osdi. 2 kundan keyin, ya'ni 1945-yil 30 aprel kuni Gitler xotini Eva Braun bilan o'zini o'ldirib oldi. Ularning jasadlari davlat boshlig'i bog'chisida ko'ydirildi. Germaniyaning 2-nomerlik katibi, ichki ishlar ministri Kimler Germaniya taslim bo'lgandan keyin qochib ketib etib, Angliya qo'shin tarafidan qo'lga tushdi. Uzun o'tmay zahar ichib o'lib oldi. Ular 5 yil varqirashdi, o'ltirimiz, yengimiz deyishdi. Lekin taqdiri ularning deginicha bo'lmadi. Davron salganlar, qasam berganlar g'oliblardan bo'lib chiqmadi. Nuriylar buningdan 3 yil burun qasam berishgan edi. Ulardan Batur bilan Nuriyli qoldi. Qolganlari qurbon bo'ldi. Mana hozir Nuriymo Santaydagi Dön bag'rida chimanda o'ngdi yetib, dunyoda atrofida bo'layotgan ishlarni o'ylab, tiniq osmonda jimirlab, Nuriyga zangliq ko'zi bilan tikilgan yulduzlarga qarab o'q tortdi. Shimoldagi büyük qarg'ayli qaptallarda yalt-yult o'tlar ko'rinmoqda. Yanadagi sayram kuli davolg'ib, qirg'oqlarga urilib, bir xil ritmda shovqinlamoqda. Atrof jimjit. Horg'in askarlar nepis yotgan ko'rpisni chimanlik silib, yeshilmayli uxlashmoqda. Ay ularning yuzlarini yo'ritgan. Bir-biridan chiroyli yosh yigitlar miltiqlar bilan o'qdonlarini yonlariga qo'yishib, shirin uyquga ketishgan. Ular yo'l menib, okop ko'lab charchagan. Ularning g'izalari quruq non bilan so'g'uq suv. Bugun kash bo'rtalaliq Mo'ng'ullar kala, qo'y so'yib, askarlarini mehmon qildi. Go'sht bilan sho'rpidan ularning chiroylariga rang yugurdi. Nuriyning askarlari to'limi go'zal, o'maq bo'lib ketdi. To'kilib turgan qosh kirpiklari Nuriyning xiyol ekraniga zaytunani elib chiqdi. Qiz Nuriyning ko'kirkidagi medallari bilan mursidagi pagollarini nazuk, oppoq qo'llari bilan siypadi. O Nuriyning ko'zlariga shunchalik tikildiki, Nuriyning badaniga go'yo o't tutashdi. Yuragini bir xil yoshirin qo'l mujidi. U ixtiyorsiz qizning nazuk belini tutib o'ziga tortdi. Qiz jonsiz holda uning ko'kirkiga tashlandi. Ular uzoq suyishdi. U oxiri jimjit tog'dagi o'rindiqda qizni quchqiga o'ltirg'izib, bag'riga ching tengib, Zaytuna, Uyg'ur qizi, Bog'van qizi, yo'q, Bayning qizi deb bir she'rning yodiga olgan misralarini pichirladi. Siz shoir, ham Batur, ham naqshchi, sozanda. Ya'ni-chu, yana siz rahimsiz, tosh yurak. Yolg'on, men yana oshiq. U qizni yana so'ydi. Bu ularning xo'shlashishi. Nuri rostla oshiqmi? Undaq bo'lsa shu oqshimi u Zaytunani uyiga olib qo'yib, ko'kchilikdagi dadasining uyiga kelib, o'zini saqlab turgan Parixani sanitarlar kursiga olib qo'ygacha terak daldisida uni shunday qoyajon bilan so'ydi. Hatto uningga oshiq-mashq biz dedi. Muhabbatning o biladigan qonuniyati bundan emas. Bir yurakdan birli mashq bo'lishi lozim edi. Bu ikkisining qaysisi uning qalb to'rida? Nuri buni bilmaydi. U uchirg'anli yerda xotin elib, kayib sapo bilan yuradigan G'ayni Botir akisidan nafratlanib yurgan emasmidi? O'zining uningdan nima farqi qoldi? Sabihadan tug'ilgan o'g'li Hamid Jo'dehi. U chin muhabbatni qadrligichimi, xorligichimi? U o'zini ayblab bir yerga kelganda, "Yo'q, mening qalbim sap. Turmush sharoit meni mushunda qilishga zo'rladi" deb tasalli topadi dehi. Mana bugun askarlarning qoshkirpiki uningga Parixani emas, Zaytunani eslatdi. Uning qalbining to'rida Zaytuna bormikan? Boy qizi nimasi bilan uning qalb to'riga chiqib oldi? Chiroyi, axloqi, bilimi yoki muhabbati bilanmi? Birdala nutq etilgan ovoz anglandi.
Nuri miltiqni tutqanicha o'rnidan chashrab turib varqiradi. Buyruq, ataka! Askarlar ko'zlarini o'ylab o'rinlaridan turishib, okoplarga yugurishdi. Neriqi do'ngda signal chelinmoqda. Do'ngning nerisida qaras-qurus miltiq etilmoqda edi. Jimjit santay birdamdala pang-pung gumbur xaras tat o'q ovozlari bilan jang maydoniga aylanib qoldi. Nuri okoplar orasiga yugurib yurib, har qaysi rotalarning jang ahvolini tekshirmoqda. Hasanjon ismli boy bolasi okopning ostida dum yetib olgan. Erkin ismli yana bir gapdan yigit chatqil orasida sunoyilinib yetib olgan. Qolgan 300 dan jiq yigit okopda o'gatgan bo'yicha o'q atmoqda edi. Düşman çekindi. Askarlar okoplardan qaytib chiqishdi. Masxira, kulka, chaqchaq boshlandi. Erkin adaş, seni paqıga aynıp qaptı deyishividi. Bakansan ha? Hasanjanmi to'pida paqchilab uzalaydikan ha? Ulan jazolash kerak. Sizlarning jininglar asal bizning jinimiz laykanda. Bu bir manver. Dedi Nuri kulib. Haqiqiy jang oldimizda. Biz Jing nahiyasining Bajaxo, Yongjiho degan yezilarga dushmanlarga hujum qilamiz. Birdamdan keyin yo'lga chiqamiz. Ig'ir yuklarga isminglarni yozib, orqa safga topshiringlar. Havo issiq, yo'l uzoq. Yetarli suv elib olinglar. Buningdan keyingi yo'l suvsiz qumliq. Askarlar naqsha aytib, varaqirishib sharqqa, o'tayga qarab yurib ketdi. Nuri etiga minmadi. U yana piyodalar bilan bellamoqdi. U o'zini jazolayotgandek, yuragining qatlamlaridagi o'ziga yot bilinadigan narsalarni mushaqqat bilan yo'yib chiqarib yetadigan edi. Issiq, ko'yib oftob, cheksiz ketgan qumliq, tashliq yo'l, qum do'nglari, atrofidagi chatqal, yo'lg'un to'g'raqlar go'yo uningdan madad, g'amxo'rlik tilayotgandek. Go'yo bu yerlar o'z o'g'illarining oyoqlariga poyandoz bo'lgani uchun xushal bo'layotgandek bilinishga boshladi. Ular charchab, chanqab, ko'yib, qaradab, tarlab pishib ilgirlamoqda. Sharqqa mingan qadamlar mana quyoshni bosh ustunlaridan uzitib, kayniga o'tkazdi. Quyosh askarlarning dumbillarini ko'ydirmoqda. Nuri bakalashkisidagi suyini boshqalarga berib tugatdi. Uning lavlari gaz bog'lab, tomoqlari qurib ketdi. Lekin u har bir jangchi kulib, xushal, ruhliq gap qiladi. Yo'ldosh komandir, o'tayga oz qoldikmi? Oz qoldik. Jang hujum qilishga oz qoldik. Urumchini qacha olamiz. Yana 3 oydan keyin biz Jing, Shiho, Bo'rtala, Oqsulani, Cho'chak, Oltaylarni biraqlanamiz. Urumchida dushmanning hech qancha kuchi yo'q. Aqsun alsa Qashqardan keladigan yordamning yo'li to'siladi. Dunyoda faşizm yo'qolguncha bizmi yurtimizning Gomindani qo'g'lab chiqarib bo'lamiz. 1945-yil dunyo uchun xosiyatli, biz uchun texmi shunda. Bizning osmonimizda o'zimizning quyoshi mush yil paydo bo'lg'isi. Nurining hissiyotliq, ma'naviy gaplari jangchilarni ruhlantirdi. Ular yana naqshi boshladi. Biz mana frontga mandik. Düşman başını kesdik. Sözük asmanda yeşil ranglik La ilahe illallahu Muhammedun Rasulullah degan arabcha yoziq bilan yozilgan, o'ng tarafiga yulduzni yerim o'rab turgan hilal oyi tushirilgan armiya bayrog'i lapaldamoqda. Bayroq ko'targan yigit ko'kraklarini kerib, ispankasini peshonasiga tushirib, mag'rur, tamkin chaddas qadam bilan mangmoqda. Avval Baygi tuzlanligi, keyincha Jo'ng'ari tuzlanligi deb atalgan cheksiz tuzlanlik boshlandi. Bu yerlardan nurg'un yillar ilgari G'ullar, Turklar, Kidonlar, Mo'ng'ullar, Manjular va Xanzular ot choptirib o'tishdi. Ular yoki g'arbga ketishdi, yoki qo'g'lashdi. 1864-yili boshlangan Manjularga qarshi Eli xalq qo'zg'olonining chavandozlari Sulton Alaxonning buyrug'i bilan mush yerlardan ot choptirib o'tib, Jing nahiyasiga borgan.
Ular go'yo yer sharini bir aylanib chiqqandek zo'xmanlik bilan ko'krak kerib, dunyo bizning deyishgan. Ular qilich va nayzi bilan tarix yaratgan. Lekin bu tarix qirg'inida yesh qurimaydigan musofirdek bir obraz yaratish bilan xulosalandi. Buni o'tganki qo'g'ilgan Qashqarlarning ta'tiricha safari boshlagan azmatlarning yeshil bayrog'i tarix betiga nimalarni yozar ekan? To'kilgan ter bilan qon, cho'llarda qoladigan yigit so'ngaklari yesh qurmaslarning aslimisi bo'larmi yoki faxrlanguchilarning obidisi bo'lib qolarmi? Urumchining ko'chisida o'lsam armonim yo'q. Yo'q, men bu bayroqni Shinshinsha degan yerga o'z qo'lim bilan qadayman. Mening jinim alqinimda, hamma yer mening qabrim. Bir jinimni o'ng'a tegizsam go'mimdan yo'qla. Jangchilarning bu so'zlarini Nuri doim anglab keldi. Uning yolg'iz enisi Baramu dadasining nolisiga pisand qilmay, dara uchun inim uchun qisos olmasam qandoq odam bo'laman deb tarsonlik qilib otliq askar bo'lib oldi. U hozir tekas birinchi otliq polikda. Ular hozir Ajal dovonning shimol qaptilidagi tog'liq rayonda buyruq kutib turmoqda. Cho'ng dadasi Muxtar Boyichig'ida birinchi otliq polikqa yo'l boshlag'uchi bo'lib elib, hozir muzatda turmoqda. Mavlonov poliki Abdukerim Abbasov Qasimjon qambirlarining yetakchiligida Muzdavondan o'tib Aqsuga hujum qilmoqchi. Bu yo'llar menga besh qo'ldak tunush. Men Tungallarning ot boqquchisi bo'lib, menga yo'llarda o'zimizning oy yulduzuq bayrog'ini ko'tarib bir mamsam, armonimga yeta olmayman. Degan edi u harbiy bo'limning boshlig'i Ahmadjon Qosimning mursiga qo'lini selib. Ahmadjonga ma'qul desanglar. Nurining dadasi ayoli va bolalari bilan shahardan yeziga ko'chib chiqib ketgan. U Xudoyim buyursa, bu yil 20 xo yerga bug'doy teriyman. Xo beshiga 10 xodim bug'doy elib, 100 xo bug'doyni askarlarimizga beraman, degan edi. Hamma xalq qo'zg'algan, hamma xalq umidini mush askarlarga bog'lagan. Tashna qalblarning ko'zlari mushularda. Xiyoli mushular bilan billa. Nuri birdalla tarlab qizardi. U bayılan qizlar sevgi to'g'risida o'ylanganiga uyaldimi yoki kishi bilmaydigan bir nomusli kishi bormikin? Inson qalbi sirliq sanduq. Uning ichida nimalar yo'q deysizlar? Azad Sharq Turkiston gazetida mashhur bayning mardligi e'lon qilindi. Bay o'z dunyosining yerimini hukumat xazinasiga taqdim qilgan. Hukumatning moliya ministri Anvar Musaboyevning dövi va cho'ki oltinlarini topshirib elayotgan surtunimi gazetga berilgan. Zaytuna Nuriga yo'linib pishirilgandek so'zlab, "Dadam mening talabimni qondirish uchun shunday qildi, bilamsiz" deb erkilgan edi. Zaytuna Nurining qalb to'ridan pulning kuchi bilan o'rin olgan bo'lsa-chi. Nuri bekor qizarmadi. Balki yana boshqa sirli ishlar bo'lsa kerak. U tay cho'lning o'ttirsidagi kichikgina yeshillik. Bu yeri harg'in tanlash uchun orom makoni bo'ldi. Lekin bu yerni boshda bir batalyonga qoldirib, Nurining batalyoni o'ng tarafdagi tog' bag'ridan o'rin tutib, shu yerda okop qo'lab kutib turish buyrug'ini oldi. Askarlar chelaklarda choy qaynatib ichishdi. Issiqdan panohlangandek na daraxt, na tam yo'q. Ular höpüldab turgan oftobdan darhol okop qo'lashga kirishdi. Birjaklar kun nurida yalt-yult qiladi. Mana kun o'ltiradi. Tog' bag'ri qoqas bo'lgani bilan shamolliq edi. Oqshimi paranglashib o'ltirish ko'ngillik. Kunduzi tomizda amgak qilish jangchilar uchun rohat edi. Chunki ular Qahratonda muzda tunash, belgicha patqoqqa milinib, necha kunlab suvda yetish, bir put bir qo'li bo'lmasa-mu, yer beg'irlab necha kilometr yo'l besish, necha kunlab osh yurish,
40 gradusluq issiqda chakıldab usab ketsimi datlamaslik, mushaqqatning eng yuqori chekiga o'zini tayyorlash tarbiyasini angliq qabul qilishgan. Ular har qachon qurbon bo'lishga tayyor, tuyuqsiz zarbiga hozir edi. Jangchi o'ltirguchi, o'lguchi. Uning birinchi vazifasi dushmanni o'ldirish. Dushmani o'zidan ustun kelganda oxirgi tiniqi qolguchi elishib jang berish, hargiz qochmaslik. Bosh egmaslik, yelinmaslik, pushaymon qilmaslik. Sharqiy Turkiston hukumatining raisi Elixon To'ram g'azot qilmoq, ulug' ishqa o'zini atamoq demaklik. İstiqol uchun o'lsak shehid, qolsak g'ozi. Har ikkisi jannatidir. Shunga bu ish baxt, murod, xayrlik savob. Savoblarning savobi Alloh taolaning himmatidir. Balonlari nusrat, muvaffaqiyat sizlarga xos. Peshonanglarga tekkan o'q Alloh taolaning himmati. Dumbanglardan tekkini do'zaxning beshorati. deb so'zlagan edi jangchilarga. Bütün ili xalqi yo'l-yo'llarda sap bo'lib jangchilarga utuq g'alaba tilashdi. Xalqning umidiga har bir qadamda javob izlayotgan jangchilar Tomizdan qo'rqatdimi? Kechqurunliqi dimiq badanlardan chiliq-chiliq tar oqqizganda Sayram ko'li tarafdan otliq qismlar chiqib kelishdi. Otliqlarning komandiri ola ot mingan gavdilik beliga kamar bog'lab tapanchasgan yigit Nuriga G'ani aksini eslatdi. Polkovnik nomi berilgan G'ani Batur G'o'ljida yo'q edi. Mush yilning 5-dan G'o'lja ozod bo'lganda Gomindan qismlari G'o'ljaga 5 tarafdan yurish qildi. Bu 5 tarafning biri Bo'rtaladan kelayotgan Gomindanning Jang Yingjang boshchiligidagi 2 rota askari edi. Ular Aqsu davandan eshib G'o'lja hujum qilmoqchi edi. Aqsu davandan eshib kelmoqchi bo'lgan bu dushmanni to'sib yo'qotishni G'ani partizanlari ustiga oldi. G'ani partizanlari jova piymi kiygan, birdan yuk etini yetilashgan holda G'o'ljadan yo'lga chiqqan qarliq dalada uzoq mangdi. Nuri G'ani aksining yenidan neri ketmadi. Batirning qovul, yugrak, jiran etiga Nurining chilan to'riq eti yondishib minishga odatlangan. Atlarni oppoq qirov qaplagan. Odamlarning quloqchinlaridan cho'kumizlar sangilashgan. So'g'uq jondan o'tadi. Aqsu tog'iniga yaqinlashganda ularga Bo'rtala partizanlarining boshlig'i Erdanning razvedka askarlari uchradi. Jang Yingjang 2 rota askari bilan Yilli Arshonning berisidagi Bo'kambal chang'isiga kelib o'rinlashdi. Erdaninada davom eg'izda sizlarni saqlab turyotdi. Cho! dedi G'ani etin devitib. Bu uning komanda bergini. Partizanlarning otlari osmonda qora uchqunlaridan bulut paydo qilib, o'riga davonga qarab yurib ketdi. Darhol qo'rshab yo'qtaydi. G'anining buyrug'i bilan yengil qo'shilgan 2 partizan atridi Bo'ka Ambal jangsisini qo'rshib oldi. Askarlar jangzi qaritib buyruqsizda o'q atdi. Dushmanni huduqib o'q chiqardi. Qo'rshav barbara tariyib jangzi qamalgan dushmanlar yo taslim bo'lish yo yo'qtilish holatida turganda tuyuqsizlar partizanlarning kaynidan o'q yig'ishga boshladi. Qilin qardan daraxtlarni panoh qilib o'q etayotgan yigitlardan 6 qurbon bo'ldi. G'ani Batur Bo'rtala tarafdan dushmanning yordamchi qismlari kelib qilishni o'ylabmi baxmagan edi. Bu ishni Nuri uningga deganda G'ani "Etishoniga, sen komandirmi, mammo?" deb varqirgan edi. "Yordam kep qolsa-chi, G'anika. Yordamchilar kelguncha mulojangizni tugitimiz." Lekin ish undaq bo'lmadi. G'ani o'qining orasida qolgan edi. U "Nuri, davomga chekinaydi" dedidan tik bo'lib tizilib o'ltirib qoldi. Uning tulk quloqchisining kayni tarafi qonga bo'yilib, chiroyi ko'kirib ketdi. Uning dolisiga o'q tekkan edi. U bayla Nuriga chaqchaq qilib, "Stalin shu turqida nima qilyapti, Nuri?" dedi. Nuri, "Berlan hujum qilyapti" deb javob berdi.
Berlin degini moşu böke ambal cansıdan çoğun emasdı ha? Onun askerleri neçi milyon, zemberekleri, tanka, aeroplanları neçi mi? Ola degen deniz, biz degen eri kaka. Deniz degini Sayram Göl'den çoğun emasdı ha? Kançını ötürdün Nuri? 26 ne? Dedi Nuri. G'ni qaqaqlab kulib, o'milab ketib etib, "Yüzge yap göz, düşman çıktığı!" dedi-da jim bo'lib qoldi. Dalmish chaqda uningga o'q tegdi. Nuri uningga qaradi. U ko'kirib ketgan bo'ynidan qon chiqib, kiyimlarini bulg'agan, u gap qilmaydi. G'ani tapanchisini chim tutib olgan, qo'li bilan oldi tarafni sharat qilmoqda. Bu ish 1945-yili 10-yanvar kechida yuz berdi. G'ani Batur jangga kirsa, farishtalar bo'lib uni qo'g'dab mangarmish. Uning o'ng mursida bir, so'l mursida bir farishta himoya qilib mangarmish. Shunga uning o'q tegmaydi. Bu xalqning to'qilma gaplari. G'ani Batur saqchini elishda yig'iyotgan o'q qarshi so'g'ichlangan kigizni beshiga ortib yugurgan va qilin egiz tomning tegini ko'lab, mina ko'mib portlatgan Aksmir zavodining 5-qavatiga necha pilotdan o'q yig'iyotgan binoga yolg'iz o'zi chiqib, pilotchilarni darizlardan yerga xuddi sesigan kavini otgandek otgan. Eli so'qishining dastlabida u yana iskilatga qamulib olgan shuncha ko'p dushman qurolli askarlar orasiga tunlikdan yolg'iz sakrab tushgan. Shuncha ko'p miltiq tutgan askarning birimi uningga o'q atolmagan. U qilish bilan dushmanni chanavergan. Taki yerib holidan ketkicha. Eng xatarlik joyda G'ani bor. Shu yerning buzg'uvchisi, g'olib sardori G'ani Batur. Uningga o'q o'tmasligiga hamma xalq ishongan. G'ani Batur oqshimi kiyimlarini solsa, o'qlar hamma yerdan to'kurlab o'ruqchidek tushadi ekan. U uchib ketayotgan o'qni qamchisi bilan qayirib yetalaydi ekan. U dushmanning ko'ziga kuyayotgan o't bo'lib ko'ringandek. Bu gaplarning hammasiga xalq ishongan, lekin Nuri ishonmagan. U G'ani Baturning qo'rqishni bilmaydiganligiga, qilaman deganni qila olmaydiganligiga ishongan. U har qanday xatarga qaramlik bilan tavakkul qila oladi. Mazardagi jang, G'o'lja shahridagi janglarda u o'z ko'zi bilan hammani ko'rgan. Bugungi u qandoq tegdi? Nadin keldi? Bu bir sirliq ish. O'q kaynidan tekkan, uning do'lisidan kirgan o'ng mursidan bo'sib chiqib ketgan. Dushmanning o'qi emas, o'zimizning o'qi, dedi Tursun Batur degan margan jarohatni tenib etib. Qo'rqishni bilmaydigan, dushmaniga rahimsiz Baturga o'q tegdi. G'ani Batur ishqot ko'targan nosilkada birdamdala qo'rg'asqa, andan mashinada shu kunila Olmutaga yurib ketdi. U hozir Moskvada davolanmoqda. Armiya qurilgan aprel oyida u davolanishda edi. Uningga xalq qahramoni degan nom berildi. Nuri to'limi yaxshi ko'radigan bu aksiga G'o'lja yangidan ozod bo'lgan kunlarda norozi, hatto o'sh bo'lib qolgan edi. Noroziligi G'anining xotin parasligi bo'libmi muhabbat deganni oyoq osti qilib, o'ziga muhabbat hissiyoti uyg'onmagan 10 yoshli qizlarni xotinlik qilib, ko'ngil etishlari qartilgan nafratda bo'lsa, uning chiroyli qizlarni qidirib, izlab, oxir Zaytunaga ko'zi tushganligidan paydo bo'lgan edi. Araga cho'nglar, hatto G'o'jam, Rahimjonlar kirib yurib, G'anini niyatidan yondirdi. Bo'lmasa Nuri tapanchisini G'ani Baturga qaratganmi bo'ladi. Mana hozir av otliq komandirini ko'rib, Nurining yodiga G'ani Batur bilan billa o'tgan chog'lar keldi. U hozir bildi. U G'ani Baturni so'yatdi ekan. Sevgi, hurmat inson badanida yoshirin yashaydi ekan. Sen kimni yaxshi ko'rib, kimni yomon ko'rishingni o'zing belgilolmaydi ekansan. Uni hayotsang tanidi ekan. Dushman bilan jang boshlanish oldida Nuri nimishqa yaqinlarini birma-bir aslab qoldi ha? Bu judolikning bishoratimi? Kelgusida bo'ladigan mangulik ayrilishning oldin ma'lumotimi? U
albatta nima uchun yosh hayotini oxirlashtirishga bel bog'laganligini tushunadi. İnsani g'ururi mavjud bo'lib turish istigi xalqning taqdiri bilan ching bog'langan odamlar mushunda qila oladi. Hayot o'z ma'nosidan aytganda o'ziga o'zi xo'ja bo'lish uchun kurash qilish deganlik. Hamma ishda modda, madaniyat va siyosat deb atalgan insoniy erkinlikda boshqalarga yelanib yashash eg'ildagi qo'y kala, katakdagi to'g'u, qafasdagi qush bilan o'xshash yashaganlik emasmi? 1759-yili Qianlong vaqtidan boshlab bu yerga hukmronlik qilib kelgan zolimlar bu yerning xalqini hayvon o'rnida xorlab keldi. Xolis o'ltirdi, xolis qiynadi, xolisa dastlab chayladi. Rayon nahidan tartib o'lka harbiy ma'murlarigacha hammasini shulardan bu yerning odamlari insoniy huquq, insoniy g'urur va o'z amgiki yaratgan boyliqlarga ega bo'lish huquqlaridan mahrum. Ularning burchi zalim hukmdorlar va ularning shunchuchun hokimiyat qo'g'dug'ichilarini beqish bo'ldi. Bu yerning eng qimmatli boyliqlari, eng shirin ne'matlari, eng go'zal qiz-jo'kanlari zalim hukmronlarning bo'lib qoldi. Bu xil majburlash ma'nosidagi tengsizlikni xohlamaganlarning kallasi elandi. Bu xil azamatlarning so'ngaklari mush yerning to'pisiga aylanib, qumlar orasidagi do'nglarni paydo qildi. Avu qizg'osh qo'lliq yo'lg'unlar oshqonlarda ko'kargan. Zimin egallari o'z so'ngak, qonlari bilan o'z yerini ko'kartsuni, zalim hukmronlar bu yerda qiyg'itib, eg'nab yayrasin. Bu tengsizlik qarishtig'i ko'targan o'g'lonlarda pushaymon, andisha nima qilsin? U otliqlarga salom berish uchun o'rnidan turdi. Lekin naq shu chaqda suzuk osmonda dushman aeroplani paydo bo'ldi. Jangchilar birlik komanda bilan yo'lg'unlar orasiga o'raklarga o'milishib birdamdala g'oyib bo'lishdi. Aeroplanlar birdamdala ko'paydi. 5 aeroplan qapqarasiga yorish yoziqining qum do'nglari va yo'lg'unlariga bomba tashlab pilomot etib atrofni chang to'zon va dod faryodga to'ldirib o'tdi. 17 at, 8 jangchi qum barxanlari va yo'lg'unlar orasida jon berdi. Bekordan o'lib tugaymizmi? Bajaxo, Yonjixo deganlarga hujum qilaydi. deb varqiradi Nurining yurtligi. Zehrullam ismli egiz, oq seriq cho'qir yigit do'stini qumga dafn qilib etib. Nemishqa, hujumga buyruq yo'q. Qachong'ich okop qo'laymiz, dushmanning go'rini ko'rsak bo'lmamdi. Bundaq misildab Urumchi qachon bormiz? Xap, G'ani Boturning yo'qligi, Palinov, Majarov degan o'rsa qolgan ekan kunimiz shu. O'ris degan o'lim oldida bir to'shqan. To'shqan bo'lsa germanlarning onasini ko'zi ko'rsatalaytimi? Necha million nemisni go'rga tiqdi-ku. Sovet degan o'zining yeri, har kim o'z yerini qo'g'dashda Botur. Ivanning sin o'z shehid, qolsa g'ozi bo'ladi. Mağan ördəkdi yo'q da varqig'ini bekor emas-da. Biz qanchajiq o'lsak, ular yaxshimi texi? Ta'tirga qilma Hasanjon. Elixon to'ramning gapi-ku bu. O'layotgan Uyg'ur bilan qozoq, qalmoq shiba tungallan bog'u. Ammo lekin payda o'rislarga, hamma askar boshliqlari o'ris. Palinovning o'rni G'ani Boturni qo'yish kerak edi. Boturni agassang Botur bo'lasan, Shirni agassang ish bo'lmas bo'ri bo'la olaysan. Qo'yni agassang, an qaltis bo'lsang arali qo'shqa. Yo'q, G'aniga qaltis qaram, harbiy ilmni bilmaydi, ihsoqbekni qo'mondon qilish kerak. Jana Dalilqonni, Uyg'urdinchi, Abbosovni. U odam siyosatga bo'ladi, qo'mondon bo'la olmaydi. Mushu bizning komandir Ziyaudinovni bosh qo'mondon qilsa Uyg'urdan Yukov chiqardi-da. To'g'ri. Ziyaudin ham Botur, ham aqlli, ham bilimli, qaltis qo'mondon bo'ldi bizning Nuri. Nuri bu gaplarni ig'ir qayg'u, qattiq g'azab ichida jangchilarga o'xshashlar tit bo'lib angladi. Lekin bir eg'izmi gap qilmadi. U qum do'ng ustiga chiqib sharqqa, o'tayning nerisiga durvin bilan qaradi.
u Durbanda Ürümçi G'o'lchi yo'lining so'l tarafida, O'tayning nerisida cheksiz qumishliq, sasliq, quyuq tabiiy o'rmonliqlarni ko'rdi. Bajaxo, Yongjixo degan yerlar shu o'rmon ichida. Gomindang Jing nahiyasini qo'g'dash uchun shu yezlarga sansiz potaylarni qurib, Amerika pilotlari bilan qurollangan askarlarni o'rinlashtirib etgan. Puhralarga uzun qatma-qat akub xandaklarni qo'ltib tayyorlatgan. Zambiraklar, aeroplan, tanklarimi shu yerni mudofaa qilishga hozirlangan. Tekes 1-atliq polik Achal Davanning shimoliy qaptilida Xuyzu divizion, Shiba skadiron, baya o'tgan G'o'lja 2-polkining bir skadironi ashu Bajaxo, Yongjixo istiqomlariga hujum buyruq kutib, abarun tutib yotmoqda. G'o'lja 4-piyodalar polkining 1-skadironi ham shundoq buyruq kutib yotarmi? Qachongacha? Buyruqni kim beradi? Nimishqa Elixon To'ram yoki Abbasov Ahmadjonlar berolmaydi? Buyruq 2-domdan beriladi degan edi Zonun Tipov. Hozir harbiy ishlar nazoratining naziri bo'lib, muavin bosh qo'mondan o'rniga ko'tarilgan. O'z vaqtidagi Musabayov teri zavodining bosh masteri safar oldida Nuriga hasrat bilan pichirlab, "Qurbon berish bizdan, buyruq boshqalardan. Har kuni bombardimon qilaversa, bizning aeroplan atadigan qurollarimizning tayini bo'lmasa, kutish, chiqim tortish degan so'z. Sovet armiyasi sharq shimoldagi Yaponiya kanton armiyasiga hujum boshlaganda bizga jang hujum qilish buyruq bermasa, yana 4-5 oy yotamizmi?" Nuri alam bilan ig'ir tortdi. Akbar, Hamid, Seyit, Manag'inikam inqilobning tunji o'qini atqanlar qurbon bo'ldi, yaralandi. Lekin inqilobning mevasi kimning? Bir kunmu oqqar ko'k muzga bag'rini yiqib yotmagan, zulm deganning nimaligini bilmaydigan Qiyumba G'ojamlar bugun bizga polik komandiri. Navada o G'ojamning balasi bo'lmagan bo'lsa, G'ojamning adablik, siniq tarbiyasini qabul qilib, kishilarning himoyasiga erisha olmagan bo'ladi. Bu chiroyli yigit muncha cho'ng muhim o'ringa munosib miydi? Shtab boshlig'i Martov bo'lmasa, u komandirlik qila olamdi. U qumda o'ngda yetib elib, qurbon bo'lgan do'stlarini sanab chiqdi. O'zining kichik inisini, Qomining kichik qizini, Daroni, Nezarxon G'ojam, Akbar, Hamid, Seyitlarni qo'shib hisoblab 42 odamning ismini sanadi. Asiya, Sabiha, qeri qizlarning o'limi yodiga yetdi. Uning ko'zlaridan taramlab yoshlar quyildi. Qazon shahridan hayotliq izlab Almutaga, G'o'ljaga kelgan bu tatar ayolga kichikina Nilqi bozorining Qosh daryo bo'yidagi turk mahallasida oromlik bo'lmadi. Qizlarining yaxshi kun ko'rish uchun Abdumarimning begiga o'z ko'ngli mujib turib xotin bo'ldi. Qizining chiroyi uning dushmani bo'ldi. Qizini Shingsayning qiynanisi zo'rlik bilan Urumchiga opirib nobud qildi. Qiz bechara muhabbatni deb jasos bo'lishqa, mush yo'l bilan sap muhabbat qotillaridan qisos ilishga bel bog'ladi. U deganini qildi. Uning ko'z oldiga kichikina Hamid keldi. Nuri dadisi bilan xo'shlashganda Hamid kichikina barmoqlari bilan Nurining kakara pagon medallarini tartib chiroyli kulgan edi. Rus Mumay, "Batir bo'lamen, menda medal olam" dedi. degan edi. Bu vaqtda Hamid Baturning ismi yodgor qilib bekor qo'yilmadi. Navada o'zi qaysi biri qum duvisi yoki yo'lg'un ostida qurbon bo'lib ketsa, Hamid dadasi va opasining qisosini elish kerak. Nikohsiz tug'ilganligi uning gunohi emas, balki zamon vahshiylarining yana bir qilmishi. Hamid cho'ng bo'lganda buni cho'qim tushunadi.
Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatılayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yerga anglatdik. Davomini atigi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Belqut xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinesi